Так. Mana shunday balish bo'lgan bolalar, Alloh bersa, mana shulay. Потом загружу фоточки. Короче, этот рислы yüzümlü, короче, balish. Bugun shulay kelib chiqdi endi. Придумал такой узорчик. Посмотрим, что будет. O'rtasidan tixi ishlab qo'yaymi ekan для понта. Так, men bunda этот sundirdim o'tni. Короче, qizartam, ko'rinami? Короче, mana shulay. Потом aytmagiz, kim pishirar ekan deb. Meni xotinim yo'q, menga pishirib bera turgan. Всё, men ayrilgan, так что этот, qizlar, yozamiz. Balishkini pishirib bilaman endi. Shulay. Так что заебывать не буду вас. Balish pishir deb. Ну, конечно, g'ubadiya yoratam, конечно. Mana bunda unutganman, qurg'aga bilan ishlagan. Bunda men только yuzim bilan ham dugi, yuzim, dugi и, как обычно, как меня учили, moyli qomir. Shundaroq pishayin. Mana shu stiklosini чёртовый bugun отдирал, короче, pishiraq. Ну, ikkinchisini уже ochib bo'lmaydi, потому что надо отвертка bilan ochirga kerak. Shunday hal. Так что вот примерно так отодрал.